Assalomu alaykum balkondagilar. Uzr, telefon qilishni va'da qildim. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hormanglar, xush kelibsizlar, yaxshimisizlar? Qalaysizlar chap tomondagilar? Aha. O'rtadagilar? O'ng tomondagilar? Va kiromaganlar. Umringlar uzoq bo'lsin. Sizlar bilan diydor ko'rishganimdan xursandman. Bizni oilaviy kulgimizga xush kelibsizlar. Odam qachon beg'ubor kuladi? Ana shunday farzandlarini bag'rida bo'lganda beg'ubor kuladi. Shu fikrimga qo'shilganlar o'zlarini bir bildirib qo'ysinlar. Vatan bu katta bir oila. Oila bu kichkina bir vatan. Farzandlarga to'g'ri tarbiya bersangiz yayrar ekansiz. Lekin ba'zida odam sal adashib qolishi ham mumkin ekan tarbiya berayotganda. Bir kuni mana shu bolalarimni hammasini bir joyga yig'ib oldimda o'zimcha aqllilik qilib, "Bolalarim" dedim. "Biz yaxshi yashashimiz kerak" desam, bolam ham "Yaxshi yashashimiz uchun nima qilishimiz kerak" deydi. "Ishlashimiz kerak bolam. Tinmasdan ishlashimiz kerak." "Qanaqa qilib ishlashimiz kerak" deydi. "Biz bir yoqadan bosh chiqarib ishlashimiz kerak bolam. Biz bitta korxonamiz" dedim. "O'g'lim, dada, biz qanaqa korxona?" "Bolam" dedim. "Biz ishlab chiqarish korxonasimiz" dedim. "Nima ishlab chiqaramiz?" "Gap ishlab chiqaramiz" dedim. "O'zbekistonning sof mahsulot gaplarini ishlab chiqaradigan korxonamiz" dedim. "Ana qo'shnimiz Sashani ham oilasi shunaqa korxona" dedi. "Ha, ular ham korxona" dedim. "Dadasi karis, onasi o'ris, ular qanaqa korxona?" dedi. "Ular qo'shma korxona" dedim. "Bolam" dedim, "meni gapimga quloq solishinglar kerak, chunki men mana shu korxonani direktoriman" dedim. "Unda oyim kim?" dedi. "Oying bolam mana shu korxonani buxgalteri" dedim. "Hamma pulni unga olib beramiz" dedi. "Mana dedim, sizlar ham maktabga borayotganinglarda buxgalter, ya'ni oying pul berib yoradi. 3000 beradi borishingga 1000, qaytishingga 1000, buluchkaga 1000, lekin sen o'sha buluchkani pulini yig'ib uylanmoqchi bo'lyapsan. Mana kichkina ukang Firdavsga ham pul berib yoradi. Bog'chaga har haftada sirk keladi. Kimga beradi? Sirk kelmay qolsa ham bog'chapalar o'zi o'ynayveradi. Bog'chapalarga qoyil qolish kerak, bitta qarsaklarni yemaylar ularga. Hammasi talant. Manaman degan bolani shunday sehrlab qo'ydi. Yig'lab borayotgan bola ham to'xtab qoladi. Ko'p bolalar bog'chaga borayotganda bunaqa yig'laydi. Turburchi bo'lib ketadi og'zi. Xohlagan notasida bog'chapasini ko'rsa, jim bo'ladi. Voy, uyda to'polangni qiladi, bog'chaga borgandan keyin soqov. Hatto meni bolalarimga nisbatan ham aytadi, "Bolalaring soqov emasmi?" deydi. Bir kuni jahlim chiqdi. Uyda juda qul to'polang qilyotdi, jahlim chiqdi, o'g'limga qarab, "O'g'lim" dedim. "Firdavs, to'polang qilma. Agar hozir yana to'polang qilsang, bog'chapangni olib kelib qo'yaman uyga. Oying bog'chaga boradi." 3 kundan keyin o'g'lim yonimga kelib nima dedi? Dada, bog'chapamni so'rayapti, qachon dadang olib ketadi" debdi. Borib aytdi, bolali uyda gap turmas. Ko'pchilikning uyiga balkim mehmonlar bir ko'rishib kelamiz deb kelar, lekin bizning uyimizga Xudoga shukr bir kulishib kelaylik deb kelishadi. Yaqinda bir mehmonlar keldi, unga ham ancha bo'lib qoldi, bahorda kelishdi. Endi hamma narsa endi yangi chiqayotgan payti, yaxshi mehmonlarni yaxshilab kutib olay deb qimmat narsalardan oldim. Qulupnay oldim, qulupnay. Rosa qimmat ekan. Qulupnaychilar hali o'zi ham yemagan ekan. Shu qulupnayni olib kelib qo'ydim. Hali mehmonlar kelgan yo'q. Firdavs o'g'lim shunday chang sosa bo'ladi. Jahlim chiqdi, qo'liga burdi. "O'g'lim nima qilma? Uyat bo'ladi. Hali mehmonlar kelgan yo'q. Mehmonlar kelsin. Baribir ular oxirigacha yemaydi. Unga yo'l ham qo'ymayman." O'zi bo'ldimi tortishib oldi. Qo'lim. Ketishgandan keyin o'zingizlar mazza qilib yeysizlar. Dedim, mehmonlar keldi, biznikilar bolajonim. Darrov uni ham oralariga o'tkazib oldi. "Nima bo'ldi?" Oshxonaga chiqdim. Oshxonada nimadir bo'ldi. 2 daqiqadan keyin qaytib kirsam, haligi mehmonlar tizzasiga urib yumalab kulyapti-da. "Nima bo'ldi?" desam ayta olmaydi. "Ha, nima bo'ldi? Men chiqib ketganimdan keyin ular ham yangilik deb qimmatroq deb qulpunaga qo'l cho'zgan." Firdavs janoblari oralarida yo'q.
qo'liga tarsida uribdi hali mehmonlar. Bir ursa, nimaga urasan? Yemanglar. Nimaga yemaymiz? Yeymiz. Yemaysizlar. Nimaga yeymiz? Nimaga yemaymiz? Sizlar ketganinglardan keyin o'zimiz yer ekanmiz, dadam aytdi. Hali shu mehmonlarga qani endi biror narsa yedira olsam. Dezrada qilingan osham qolib ketdi. Bir qoshiqdan yeyishdi xolos. Ha sizlarga dedim nimaga hech narsa yedira olmayapman desam, boya boshida kelganimizda o'g'lingizni yedirgani yetadi to'yib qoldi. Ey ilohim xursandchilik bo'lsin. Kelgan odam uyga yaxshi niyatda kelsin. Menimcha bugun bu tomoshamizga ham hamma mehmonlar yaxshi niyatda kelgan. Valijonni bir ko'rib ketaylik, kulib ketaylik deb kelgan. Shuning uchun yaxshi niyatda kelganlarga men ham bir yaxshi niyatlarimni aytosam. Umringlar uzoq bo'lsin, xonadoninglarda to'y bo'lsin, xush kelibsizlar. Tomoshamizda sizlarni xush ko'rdik. G'amlik ko'rmanglar, turmushga chiqmaganlar turmushga chiqsin, uylanmaganlar uylansin, uylanganlar tinch yashasin. Ilohim, chinordek umr ko'ringlar menga desa. Asal ko'paytirib yubordimi? Chinor 300 yil yashaydi. Odam ungacha chirib ketadi. Yo'q, qarang, gapim amalga oshib, duo mustajob bo'lib yoki bir hayot eliksirini ichib olsanglar, odam umri uzoq bo'lib yuraversa, faraz qilinglar, o'lolmay yuribsizlar-da. 130 yoshga chiqqansiz, faraz qiling. Oling. Ko'pchilik aytadi, "Valijon, rasmga tushishni yaxshi ko'radi." Oling. Qo'lga tushgandan rasmga tushgan yaxshi. Faraz qilinglar, 130 yoshdasiz, atrofda birorta tanishingiz qolmaganda, og'aynilaringiz. Hammasi hayron qarayapti sizga. Ana endi faraz qiling, 150 yoshga chiqdingiz. Unda atrofga qarasangiz, birorta siz taniydigan odam qolmagan. Ana kampirga qarab, kampir ana kimsa kampirizdan, "Voy kim? Voy o'zingiz kimsiz?" Faraz qiling 200 yoshga chiqib qoldingiz. Atrofda birorta sizni taniydigan odam qolmaganda, hamma hayron qoladi. Ayniqsa yoshlar hayron qaraydi. "Dada, ana choli kampir kim? Nuqul biz uyimizda yashaydi. Ovqat olib keltirasiz. Kim ular?" Desa dadasi ham boshiga ahmoq. Unaqa dema. Savob bo'ladi, bolam. Ovqat olib kelaver. Aslida bolam, men ham ularning kimligini bilmayman, bolam. Men ham tug'ilganimda shu yerda yashashardi ular. Ilohim yashasin, umri uzoq bo'lsin, chunki biznikilar yaxshi niyat qilishni yaxshi ko'radi. Ayniqsa mana xalqimizning to'ylarda ko'p xizmatlarda bo'lamiz. To'yda mikrofonni qo'liga olgan odam boshlaydi. Ilohim, mana shu kelin bilan kuyovga chinorning umr tilaymiz. Hindistonning muhabbatini, O'zbekistonning muhabbatiga nima chiqqanmi? O'zimiznikilar zo'r tabriklaydi. Misol uchun Xorazm tomonidan boshlasak, Xorazmliklar bormi oranglarda? Jonlimi? Xorazmga bitta hofiz borgan ekan, jonlimi degani yaxshimi deganida. Hofiz borgan ekan, Xorazmlik akamiz, "Jonlimi?" desa, "Yo'q, fonogramma" degan. Xorazmlik akamiz, "Bizda hamma narsa jonli" debdi. Voy, ovqatlari zo'r, yumurta, barak, gumma. Voy, Xorazmda to'yda chiqib gap tabriklab qolishadi. Ko'rganim aytib beraman ayrim holatlarni. Mana bugun dim zo'r to'y bo'layotir. Bugun dim yaxshi odamning to'yini sovurayotirmiz. O'tkazyapmiz, sovurayotirmizlar ekanda. Mana dim go'zal san'atkorlar kelgan. Mana bu yonda Ag'abek Sabirov, bu yonda Anvar Sabirov, bu yonda Bunyod Sabirov, bugun Matrosi Sabirovning to'yini o'tkazyapmiz deydi. Kecha Shukurullo otajonim to'yiga Ortiq otajonim da keldi, Ulug'bek otajonim da keldi, Jahongir otajonim da keldi, keyin bitta Ali degani kelib, men da otajonimman dedi. Bizning Xorazmda san'atkorlar dim ko'p. Bitta familiyaga 10 tadan san'atkor topilajak. Menda og'alar, menda Otajon Xudoy Shukurovning hamsoyasi bo'lganman. Shuning uchun menda bugun kuylamasam bo'lmas deb o'zlari ham aman aman canlı vale dağlar karlı olar karsız olmaz yigit başı aman bulsa
Yarlılar yarsız olmaz. Aman ey aman. Hadi böyle. Ha. Ha. Oğlum. Ha. Xorazmli yerda og'aylarning raqsini nomlagan emas, zemlyatraseniya deb. Ana endi bu yoqqa sekin Buxoroga yaqinlashasiz. Buxoroliklar bormi? Voy Buxoroliklar nima xotirjam bo'ladi. Ular to'yini oxirida tabriklagani chiqadi. Shirin bo'lib qolgandan keyin keladida. Eve jo'rajon. Eve sen uylanopsanmi? Eve nimaga aylanopti? Yo, mana boshim aylanopti. Eve jo'rajon, nimaga turib topsan, damot bilan biz jo'ra. Birga o'qiganmiz. Eve jo'rajon, damot. Damot Sattorjon Safarov. Ko'p yillar Vadakanalga PMK9 ga ishlagan. Sattorjon, senga bir nasihat qilay. Xotinchangni zinhor hayvonot bog'iga borma. Men kechaginga xotinchamni hayvonot bog'iga olib borgandim. Hayvonot bog'iga kirib, qafasdagi hayvonlarni ko'rib bir yig'lobdi dedi. Bir quyonga qarab yig'lobdi, bir tulkiga qarab yig'lob. Rahmi kelobdimi deb yoniga borib, "Hay, seni rahming kelobdimi?" desam, "Yo'q, dadosh. Ebe qarang, shuncha shuba bekorga yotibdi" deyapti-da. Shuning uchun olib borma. Ebe men she'r aytaymi? She'r aytsam o'zingdan uzoq bo'ladi. She'r aytsak xordiq bo'ladi, charchoq chiqadi. Jahonni shodligi yig'ilsa butun. Jahonni shodligi yig'ilsa butun. Butun jahonni shodligi. Hay, men sizlarga bir undan ko'ra bir qo'shiq aytib beray. Eve ketdik, eve oho kunem chiqo kunem nozim badangiz danglar. Oho kunem chiqo kunem nozim badangiz danglar. Bir narsani so'rasam, Buxoroliklar bo'lsa, gijdanla degani nima degani? Men so'radim, bir otaxon aytdi, likkilla degani ekan. Ana endi bu voha tomonga o'tsangiz, Qashqadaryo, Surxondaryoliklar bormi? Konsert qayerda bo'lyapti? De zavqi zo'rda bularni go'sht yeganda. Ko'z tegmasin, hamma joyda ham go'sht bor. Lekin Surxondaryoda bilasizmi, Qashqadaryoda har bitta ulfatda bittadan baxshi bor-da. To'yda oxirida yoki yarimidan keyin chiqolatda baxshilar boshlaydi. Hey yaranları, qadrdonlari, tinglamasdan o'tirmanglar. Men sizlarga hozir Tahir va Zuhra dastonidan yirtilib qolgan bir parchani kuylab beraman. Kunlardan bir kuni Tahir Sadiqov men sizlarga aroq ichirmanglar dedim. Kunlardan bir kuni Tahir Sadiqov o'zining suygan yari Zuhra Ashurovani oldiga borib, Zuhra Ashurova nima aloqasi bor? Zuhra Ashurova Tahir Sadiqovdan katta, lekin hozir moda. Xullas Zuhraxonni oldiga borib, men sizni Valijonning konsertiga olib boraman deb quloqlariga lag'man ilib turgan jirinda Zuhraxonni bir Kurutoy karate bratani Qara Botir, yo'q Qodirov Botir, yo'q Botir Qodirov. Shunda kelib Tahirjonni da yoniga asl yigit kelib bir tepgan jirinda
Tahirjon jilab borib, milisaga aytib parod qilgan jeri. Shunda Zuhraxonda orqasidan borib yalinayotgan joyi. Tahirjonni jahli chiqib. Mayli shoxdan shoxga qo'n, lek yalg'ondan kiydirmatun, sendan kechdim Zuhraxon, ket yonimdan pasholuvoni. Zuhraxonda jahli chiqib. Chin sevgimiz ko'rolmading, Tahirjon seni qaribsan, bir tepkiga chidolmading, kuri to'ymas haribsan. Degan jeri. Ana endi vohadan vodiy tomonga o'tsak, ha? Vodiyliklar bor, ha? Aha. Faraz qiling, endi hamma joyimizni to'ylari zo'rda, shu to'ylardan ozgina esda qolgan joy Namanganda dahshat tabriklash. Baqirma, halaqit qilmay turing, va. Odam hijolat bo'libdi. Tezroq gulbazmini boshlamaymizmi? Qorong'i tushibdi. Gulbazmlar zo'r she'rlar aytadi. Yigitlar gullarda ovolarda musiqalar bo'ladi. Namanganning keladi. Sizga gul beribman. To'yxonada. Men sizni kutaman mo'lxonada. Desa qizlar ham chaqqon, guldolatda gulingiz o'shqoqqan, semizotga o'zingiz o'shqoqqansiz, begimotga. Chiroyli tabriklar. Ana endi Andijon tomonga o'taylik. Yo'q, shoshmay turinglar. Orada Marg'ilon qolib ketmasin. Voy, Marg'ilonga borsangiz, Marg'ilonda ko'rishishni boshida niyat qilish boshlanadi. Omon bo'lsinlar. Hidoyatul akam yaxshimlar. Omon bo'lsin. Hofiz, biz sizni ko'rsak yayraymizda. Hofiz ovozingiz butun, sizni ovozingizchi butun hofizsiz. Siz televizorga chiqsangiz, biz televizorga yopishib olib maza qilamizda. Ammo televizorga chiqsangiz yayraymizda, hofiz qaynar akalar, uzr, men bir marta televizorga chiqmaganman hali. Desa, shuning uchun aytyapmiz-da, televizorga chiqsangiz yayraymizda. Gapidan qolmaydi. Lekin bitta zo'r joy bor. Endi 5 mingni ko'tarib kelib oladi. Maydalatgan. Shuni chiroyli qilib bersinlar. Chiroyli. O'zi chiroyli-ku. Tushunmadilar shekilli. Shuni 5 mingni 15 ming qilib bersinlar. Tushungan odam pulni chaqiradi deb shuni 15 ming 20 ming qilib yuboradi. Tushunmaganlar bar qo'lingni tortib qilib Qol. Desa ham Marg'ilonlar xafa bo'lmaydi. Omon bo'lsinlar. Bir narsani aytib qo'ysak, qoshlari qalam qosh ekanmi? Qoshlarini o'ttasini ehtiyot qilsinlar, ha? Qoshni o'ttasini deganda qo'qqaningizdan 30 ming olib borib berasiz. Ana endi Andijon tomonga o'taylik-da. Voy, 20 ta oshnasi bo'lsa 40 tasi chiqib tabriklaydi-da. Tabrik so'zi rosa ko'p. Tabriklar, latifa aytaman deb turib oladigan ola. Akam jonim, men ataylab kelganman, men latifa ham aytib beraveraman dedi. Bir kuni, "Qani aytib beringsan, bittasi zo'r latifa aytdi. Aka, siz lipanni reklama qilgansiz-a?" dedi. Lipanni men lipan qilib reklama qildim. Mana shu lipanni bittasi minib ketayotgan ekanda, mototsiklchi minib ketyapsa, boshida kaskasi bor-u, bitta chimchiq uchib kelibdi-da. Chimchiq uchib kelib, kaskaga urilib nokaut topdi. Endi yiqilib tushgan ekan, haligi lipan mingan bora Rahimdilla ekan olib o'lib qolmasin, shu chimchiq ham yashasin, shu o'lib netib qolmasin deb. Men xunniga qolib ketmaydi. O'lim netib qolmasin, nimaga saqlab dedim, qafasga solib qarab tursa, o'ziga kelibdi, hali chimchiqni o'ziga kelib, aqabaqa mashaqa qarabdi-da, mashni qarasa atrofida qafasda o'tirganmish-da. Xafa bo'libdi. Va! Mototsiklchini o'ldirib qo'yibman ekan-da.
akam. Yo, tabrikka chiqsa mayli, o'rta kashni bir chekkaga chaqirib oladiganlari bor. Ey, sen meni to'g'atmayapsan shekilli billo. Mash ashilladan keyinchi menga bermasang, menga novot bermasangchi, men ham xafa bo'lib yuraveraman-da. O'rta kashni berib qo'yibmiz. Novot ber menga, novot bersa tushunmagan odam choyga novot solib olib beradi. Ey, kattaroq odam aralashadigan bo'lsa, ey, nima deyishyapsan, ey, san'atkorlarga, nima deyishyapsan artistlarga desa, aka, shunaqa qilmang aka. Aka, biz kuyov bola bilan oshnamiz aka, jon aka, mana shu to'yda nima biz tabriklamay ketaveramiz, aka. Tabriklaylik, aka, qo'rqasiz, qo'rqqaningizdan, mayli tabriklasin, niyat qilib kelibdi, yoshligidan niyat qilgan ekan shu to'yda tabriklayman deb, shundoq tabrik so'zini she'rlar bilan bersangiz, o'rtaga chiqadi-da, oshna Bahli bo'ling, ha? Boshqa gap yo'q. Yo'q bo'lmasa bizdan oldingilarga gapiga qo'shilamiz. Lekin gapimizni, so'zimizni isbotini raqsda ko'rsatamiz. Qani, ashilachi akalar bitta boshlaylar desa boshlaydi ashilachilar. Bog'im bor, bog'im bor. Bog'imda anarim bor. Armoni yo'q yigit, qanada lavzi halali yarim bor. Ey, sal sho'xrog'idan bo'lsin desa, o'zi eng sho'xi mana shu. Hofiz tamom bo'ladi. Menga qo'yishni boshlaydi. Bog'im bor, bog'im bor. Bog'imda anarim bor. Armoni yo'q yigit. Ovoz qo'ydi. Udarni ichi bu yoqda, udarni ichi shunaqa tez uradi. Doirasi mashinasiga aylantirib, doirani ot boradi. Bu yoqdan oshpaz ilib olib, osh solib, san'atkorlar osh qopchagini qaytarib o'tadi. Hamma o'yinga tushadi. Hamma o'yinga tushadi. To'yda biz hamma o'yinga tushadi. Lekin eng alam qiladigani hofiz menga qo'yadi. Bunaqa tezlik yo'q san'atda. Menga qo'yib aytyapti, lekin hali qo'shiq buyurtma bergan akam birinchi tezlikda yuraveradi. Yo'qmay qolsa, tezlikni yana ham almashtiringlar deb udarning ichiga qara. U bechora udarning ichi uni o'zini almashtiradigan bo'lib qolgan. Ana endi Toshkentga kelsangiz. O'rtoq, sana biza kurtdoshlar tabriklaymiz. O'rtoq, chetkim. Attak baxtli bo'lgin boru. Nima bor ekanini qidirib yurasiz. O'rtoq, senga bitta gap de. Xotining sani kenishga uzr-a. Xotining sani jim turib eshitishini xohlasang, sen uxlayotib gapirishni o'rgangin-de. Cho'tki eshitadi. Attak mana bu yerda okalar kelgan, bahokomgilar shu yerdalar. Okalarning hurmati bitta zarb eshgadan bo'lsin. Nossa, aylantirib sossa. Ay deysan keyin vay, kech bo'ladi rosa. Melisa, op ketadi kesa. Ay deysan keyin vay, kech bo'ladi rosa. Nossa, otvoladi rosa. Deydi keyin, kech bo'ladi rosa. O'g'il bolalar zo'r tushadi. Qizlar. Naryoqdan chaqiryapti. Og'angara Angliyadan kelganlar ham bormi? Ey, gul. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormang. Yaxshimisiz? Yuvay. Baraka toping. Omon bor. Boringlar-ku. Soch ancha yechilib qolibdi. Bular ham menga o'xshab mototsiklga ish qilyapti, tanib qol.
Uzr, shu vaqtida chiqdingiz-da. Meniki ham ancha yechilib qoldi o'zi. Avazoxin qarsakiylarni ham beylar, ajoyib san'atkor ekanmiz. Rahmat Avazoxin. Omon bo'ling. Hali. Assalomu alaykum. O'zini endi ko'p kunlardan keyin tezlashtirishim kerak. Vaqt kam. Akamiz buni sezib o'tdi. Uzr, mana shunaqa yechilgan boshda ota bola bit o'tirgan ekanda. Voy, hayotda o'tib ketishini qarang. O'tgan yili konsert qildim, bir pasda yana kelib qoldi. Ota bit, bola bitga qarab aytarmish. O'g'lim, umrni tez o'tib ketishini qara. Qara, mana yerlarda yaylov bo'lib qolgan. Yaqindagina mana shu yerlar to'qayzori dedi. Bor ilarga shukur. Nimaga hozir esdagim keldi. Mana shu musiqa chalayotgan bola ham, ismlari Davronbek. Mana shunday bolaligida sahnaga olib chiqib hazil qilgan ekan. Qarsakiylarni aymaylar. Hozirgi kunda o'zimga o'rgatyapti. Mira, bailan oraveradi.